Namoz mo'minning meroji. Payg'ambar alayhisalom merojda Alloh bilan so'zlashganlaridek, namozga kirishgan banda Alloh bilan so'zlashadi. Allohga ibodat qilsang, Allohni ko'rib turgandek ibodat qil. Buni ko'rib tura olmasang, bilginki Alloh seni kuzatib, ko'rib turibdi dedilar. Mol dunyo albatta pul bu insonni eng yaxshi ko'rgan narsasi bo'ladi. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Ayniqsa hozirgi zamonda. Hozirgi zamonda ayniqsa Alloh belgilab qo'ygan farzlarni, ya'ni 40dan biri bo'lgan zakotni ajratib chiqarish juda ham qiyin bo'ladi. Nafs mana shu joyda ekalashadi inson bilan, o'ynashadi. Ular doim namoz o'qib yuradilar. Peshinni o'qib, bomdodni o'qimay qo'ymaydilar. Xuftanni o'qimay uxlab qolib, ertasiga osonroq bo'lgan asrni o'qib, shunaqa qilib palapartishlikka yo'l qo'ymaydilar. Payg'ambar alayhisalom aytdilar: "So'rasangiz Firdavs jannatini so'rang" dedilar. Eng yuqorida bo'lar ekanda u. Hamma u Firdavs jannatini ko'rib turar ekan u, lekin Firdavs jannatida pastdagilarni ko'rmas ekan. Kimni gunohlari ko'payib ketib, savoblari ozayib ketsa, uni